Hürmetlik vatandaşlık siyerlerini devamlaştırırız. Bugünkü islağa 2020 yıl 8. ayının 6. günü. Bu andaki mavzumunda Wang Yi yumşap ketdi mi? Amerika bilen her qandaq mesele to'g'risida so'zlashimiz dedi. Her qandaq vaqtda so'zlashga tayyor biz dedi. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 8. ayının 5. günü Vanit orbitida e'lon qilindi xabar. Undaq boshlandi. O'tgan bir necha haftadan beri Amerika Jungo ikki taraf qarshi tarafdan konsulxonasini o'zaro taqib etdi. Amerika Jungo munosabati texmi osonlashdi. Jungo davlat mahkamasining a'zosi tashqi ishlar ministri Wang Yi 8. ayning 5. kuni Jungo matbuotining ziyoratini qabul qilganda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi o'tirib qo'ygan Jungo bilan uchrashish siyosatimiz mag'lub bo'ldi degan so'zlariga javob qaytargan bo'ldi. Wang Yi Jungo taraf Amerika taraf qo'zg'agan diplomatiya urushida adoqchi elishimiz degandan boshqa yana yumshoq so'zlarni qo'yib berib mundaq dedi. Jungo taraf har qanday vaqtda Amerika bilan har qaysi qatlamlar bo'yicha, har qaysi sohalar bo'yicha suhbatlashish funksiyasi turg'izib, har qanday masalani ustal ustiga qo'yib suhbatlashimiz. O'xshash bir kunda Jungoning Amerika turishliq bosh elchisi Sui Tiankay mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Amerika Jungo ciddi munosabatlarning o'rlab ketishini xohlamaydi. Garchi ikki taraf munosabati jiddiylashib ketgan bo'lsa-mu, birinchi qatimliq savdo kelishimida yanada ilgirlash bor. Aloqador Jungo matbuotlari bunda xabar qildi. Ziyorat jarayonida ministr Wang Yi mundaq dedi. Jungo taraf Amerika taraf bilan oqko'ngillik bilan so'zlashni xohlaydi. Jungo taraf Amerika taraf bilan har darajalik, har qatlamlar bo'yicha, har soha bo'yicha funksiyalik so'zlashga, har qanday masalani ustal ustiga qo'yib so'zlashga tayyor. Angladingizmi vatandosh ko'ring. Mush bir ay ichida Wang Yi'ning pozitsiyasi va maydoni 30 kun ichida 30 qatim o'zgardi vatandosh. Bu endi 8. ayning 5'idagi o'zgarish. So'zlashga tayyor. Jungo taraf yana Amerika bilan kelar qatimliq so'zlashdan yo'l xaritasini chizib bo'ldi. Jungo Amerika ikki tarafni o'zgartirish mumkin emas va o'zgartirishning zaruriyati yo'q. Jungo Amerika ikki taraf bir-birini o'zgartirishning va zaruriyati yo'q va o'zgartirish mumkin emas deydi ministr Wang Yi. Amerika Jungo davlatlari munosabatida ayrilib ketish to'g'risida to'xtalib mundaq dedi ministr Wang Yi. Amerika Jungo hamkorligida kim kimni yutib yetadi va kimdan kim foyda olish masalasi mavjud emas. Ziddiyatlar va masalalarni o'zaro o'zini isloh qilish tugatgili bo'ladi. Mas'uliyat nadisalar boshqalar ishtirab qo'ymasligimiz kerak. Munosabatlarda ayrilib ketish bilan masala hal qilishni umid qilmasligimiz kerak. Bugungi Jungo ayni chog'dagi sobiq sovetlar emas, vah. Ayni chog'dagi sobiq sovetlar emas. Wang Yi apandi mishada bir jumlani samingizga solib qo'yay. Jungoning ulug' doisi, qo'shtirnoq ichidagi ulug' doisi mavzuliq Sovetlarning buguni bizning atimiz degan, ya'ni Sovetlar birinchi kuni ishni tamomlaydi, biz Jungoliklar ikkinchi kuni ishni tamomlaymiz degani. Bugun dal musha achalg'i keldingiz, minister Wang Yi apandi. Tunugunki Sovetlarga o'xshamaydi Jungo deb bu ziddiyatlarni yoshirib ketolmaysiz apandi endi.
Cüngönün işkinci Amerika buluş niyetim yok. Yani Amerika'nın ornuğu ötüş niyetimiz yok. Jakarlap oldunuz mu? Amerika Asya'dan çıkıp getiş gerek dediniz mi? 2014 yılı 5. ayının 20. günü. Başkası koyup duraylı. Amerika Asya'dan çıkıp getiş gerek dediniz mi? Ahırda minister var yemindak dedi. Amerika bilen diplomatiya sahasında uruş kılışını halamayımız. Uruş ovatsız var ya efendi bu kandak gep oldu hem de. Endi hazır, 5. günü sözüge sözücü mü? Belki bir günlük söz hoş gerek. Ben karasam bir gün Duvit Orbit'i umumimizi haber kıptı, bırak ma mezmunu beğenmepti. Endi 6. günü sözüge sözünü silah yetkisimiz hazır vatandaşlar.